Arabistonlik bir yigit ana shu g'arbga boradida, ularda tilni o'rganishlik uchun bir oilaga uni ham shu boyagandayda biriktirib qo'yishadi. Haligi g'ayridin kishi ayoli bilan bir yoqqa ketishlikdan avval haligi musulmon yigitga aytdiki, biz dedi falon joyga ketyapmiz ayolim bilan, va kichkina qizim bilan o'tirib tura olasanmi? Mayli, o'tirib turaman. Ular ketishdi. Hali musulmon yigit qoldi, kichkinagina qizcha. Oshxonasida yugurib bir vazani sindirib qo'ydi. Bari rosa yig'ladi hali 4 ga yoki 5 ga kirgan qizcha. Yig'ladi. Nima yig'layapsan? Sindirib qo'ydim, onamga nima deyman? Yig'lama. Onang kim sindirdi deb so'rasa, meni sindirdi deb qo'ydi. Men yangisini olib beraman, mushkula hal bo'ladi. Rozi bo'ldi. Kechki payt ota-ona keldi, g'ayridin. Qarasa vazni siniq. Kim sindirdi deb qizidan so'radi. Mana akam sindirdi. Men uni olib beraman dedi, shu bilan mushkula hal bo'ldi. Kechki paytga borib, haligi 5-6 yoshar qiz yig'ladi. Tabiati ko'tarmadi yolg'on gapirganligini. Chunki ota-onasidan faqat rostgo'ylikni o'rganganida g'ayridin bo'lsa ham, ota-onasi unga yolg'on gapirmagan edi. Yolg'onni kasb qilib ulgurmagan edi bu murg'ay qalb. Yig'laverdi. Onasi nimaga yig'layapsan deb so'raganida, men bir narsani yolg'on gapirib qo'ydim. Shuni tan olishim kerak. Nima bo'ldi? Va'zani ona bola emas, men sindiruvdim. Bu qizchaning otasi keldida haligi musulmon yigitga, sen bizni uyimizga kelib yashaganlarning ichida axloqi eng zo'ri eding. Lekin seni hozirgi qilgan ishingni kechirib bo'lmaydi. Men qizimni rostgo'ylik ustida tarbiya qilyaptim. Sen unga yolg'onchilikni o'rgatibsan. Endi biz uyimizni bo'shatib qo'y, boshqa uy qur.